O'rtoqlar, sizlarda Yuli bor-ku, ot, o'shani gapi bor ekan. Iltimos, Shohlayfga obuna bo'lib qo'yinglar, xo'p. Endi Sidni gapi bor ekan. Voy, iPhone 17 Pro Series aytmoq, Seriesni deydi. Va nihoyat Kung Fu Pandani gapi bor ekan. Naqadar ajoyib. Suhbat zo'r bo'ladi. Tomosha qiling. Shohlayfda yangi loyiha, mashhur dublyaj aktyoriga bitta savol loyihasini boshladim va Elbek Mirzohidovga o'zimni qiziqtiradigan bitta savol beraman. Elbek Mirzohidov, birinchi eng ko'p beriladigan savollarga nuqta qo'yaylik aka. Xo'p. Elbek Mirzohidov Instagrami bormi? Elbek Mirzohidov Instagrami yo'q. Yo'q, shuning uchun menga obuna bo'laveringlar, men imkon ko'rsatib turaman. Kung Fu Panda, Xo'p. Sid, Xo'p. Yuli ot. Uchulu deyarli bir xil qahramon, ovozi ham deyarli bir xil. Nimaga? Deyarli bir xil. Umuman bir-biriga o'xshamagan obrazlar negaligini tushuntirib beraman. Chunki u yerda ovoz emas, bu yerda xarakteri har xil. Mana masalan, aytaylik, Sidni oladigan bo'lsak, bechoraroq bir odamlar bo'ladi-ku, o'sha bechora odamga o'xshaganda u ham hokisor juda o'zini aniq qiladigan va Iltimos, men masaqaman deb, iltimos yordam beringlar. deydigan obraz. Shuncha vaqt ochnahor bedor yurib mittivoylarimni boqdim. Yuliga o'tadigan bo'lsak, Yuli qitimir odamlar bo'ladi-ku, mana masalan har bittamizda ulfatimiz bor, qitimir odamlar bo'ladi. O'sha qitimir odamlardagi gap tashiydi misol uchun. Bilasanmi, sanichi mana qilsa, hozir mana Instagramga yozdi, san aytding. Boshqa obraz. Qanaqa gapiradigan ot? Men gapiradigan tulporman. Shamaxa pingvinining gapini qarang. Uchinchisi panda. Masalan, panda u insonlar o'zimizning oramizda ham bor shunaqa insonlar. Ya'ni semizdan kelgan, o'zi juda ham mehribonda, nimanidir qilgisi keladi, lekin qo'pol qilib ketganda o'sha rus tilida parod qilib qo'yadigan insonlar bo'ladi. Shunaqa u ham arzimagan narsadan hayratlanadigan. Voy, iPhone 17 Pro deydigan. Endi har xilda. Sen tomon bo'ron kelmoqda. Ko'zlaringni yum. Bo'lmasa barmoqlarimni tiqib olaman. Ko'rganlaring beshikka birtar ilon, maymun, laylak va yo'lbars. Pandani ko'rganmisan? Yetarlidir. Yetarli. Rahmat. Salomat bo'ling. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni.